Haligini o'qib turib borku, o'zimga o'zim yo'q-a devardim-da. Halamasa devardim-da. Xizmat ko'rsatgan emas. Birdan xalq artisti. U kommentariy yozar ekan yana odamlar. Voy bitasimi deb yozgan. Allaqachon berish kerak edi debdi. Desa yana bittasi beruvdi shekilli. Desa yana bittasi uni ashulachilarga beradi-yu. Haligini o'qigan sari borib o'pkam to'lib ketyapti-da. Ko'zimga yosh keldi-da. Xotinim kelib, "Ha dadasi" deydi. Tirib yozgan ekan. Mayli-da, orzu, niyat, hali aytadi-yu. General bo'lishni orzu qilmagan askar emas. Xalq artisti bo'lishni orzu qilmagan san'atkor ham san'atkor emas. To'g'rimi yigitlar? Orzuga ayb yo'q. Yaxshi niyat. Endi mana bugun sizlar kayfiyatinglarni ko'targani keldinglar. Mana Tolibjon akam aytganlaridek, bugun sizlarni bizni kayfiyatinglarni ko'tarishga harakat qilamiz. Shu olgan biletinglarga bugun Xudo xolasa rozi bo'lib chiqib ketasizlar. Men bugun shunaqangi sizlarni Xudo xolasa yurakdan kuldiramanki, qo'ldan olgan biletlaringga ham rozi bo'lib